Men o'zi bir joyda yotardim, unaqa yurmasdim, boshqa qilmasdim. Dadam o'sha Toshkentlarga olib borib, o'sha yerda davolatib kelganlar. Men faqat dadamning mehrini bilaman xolos. Chunki dadam 6 oyligimda dadam qo'lida qolganman. Yaxshi sinfdoshlarim hech anaqa o'ksitib nima qilishmagani, ularni ko'rib baribir xo'rligim kelardi. Bitta men ham dunyo bo'yicha shunaqaman deb o'ylardim. Shu bolalikda ko'p o'ksinganim shu bo'lgan. Keyin onamni ko'rgim kelardi. Bir ko'rsamni o'dirdim. 3 yilmi bo'ldi. Nima WhatsApp orqali gaplashib turamiz, lekin ko'rishganimiz yo'q. Bir-birimizni ko'rsak tanimaymiz. Farzandim o'tgandan keyin tushkunlikka tushib, hech qayerga chiqmasdim, hatto ko'chalarga ham chiqmasdim, svetni o'chirib o'tirardim. Qo'shnilarimiz chiqib menga dalda bo'lishardi. Keyin mana gullarni o'rgandim. Boshqa tushkunlikka tushsam yo bo'lmasam jicha ko'zimga yosh kelsa, hali o'zimni ovuntirgani mana shu gullarni qilib o'tiraman, lekin shu gullarni eslayotganimda ham ko'zimdan yosh oqib turadi. Tikuv mashinani olgan sababi, men ham jicha bo'lsa-da hali xalqqa yordamim tegishini xohlab oldim. Hayot uchun baribir kurashish kerak-ku. Hali tushkunlikka tushib, voy men bunaqa imkoniyatim cheklangan deb o'tirib qolish kerak emas-da. Baribir bitta narsaga qiziqib, yo bo'lmasam o'sha bilan biron narsani hali qo'lingizdan kelsa, o'sha bilan ovunish kerak. Tanijonim sog'i birovga muhtoj emasman. Birovlarni ko'magiga ham muhtoj emasman. Bir joyda qolganim ham yo'q. O'zim oyog'im bilan yurganim o'zimga katta baxt.